Nerede? Bu kadar geçen sırası soruyordum zikir kılıp Allah'tan. Kaçağı evi olamadım yurt dışı geçirim bana. Yer var. Bereket olsun. Rahmet Öyle fikir gelsin. Allah hamdü selam yürüyün. Açmasın. Sizga produktlar olib keldik. Hamma narsa bor bu yerda. Bugun juma. Hayitlikka sizga produktlar olib keldik. Nima yig'laysiz? Xolajon, nima yig'laysiz? Biz xursandchilik ulashib keldik. Nerede? Bu kadar geçen sırası soruyordum zikir kılıp Allah'tan. Alloh yetkazdi. Biz sababchimiz. Mana hamma narsa bor bu yerda. Prosta benim bolam juda og'ir kasaldi, hozir qon topshirgani ketdi. Rosa bulgurlarga borib hammaga murojaat qildik, hech kim yordam bermayapti. To'g'risi yordam qilishadi. Bu bolaga ilk ko'chirishga Hindistonga anaqa invoice jo'natishdi. Bormagan jonimiz qolmadi bizani. Hech kimim yo'q, o'zi yolg'iz katta qilganman bularni. Hech kim yordam beryapti. O'shanda qishloqqa kelib bordik 4 yildan beri. O'tirimiz tashlab. Bu o'g'lim 27 ga kirdi, 3 yildan beri MDS degan kasalga yo'liqib qoldi deb. Faqat qon quyib yotibmiz, qon ketib qolsa to'xtamaydi. Yoqqa olib kelmasangiz, o'ttigini qilolmaydi, O'zbekistonda bo'laysiz deydi. Yozgacha yetib bormaydi deb aytgan doktorlar. Yoz kelyapti уже. Buni qasini bag'laman bolam. Aziz o'g'limga rahmat, shunchalik bizani o'ylaganim uchun. O'zim yolg'iz katta qildim shu bolamni. Iloyim chiqilib Xudodan qaytsin, bizdan qaytmasa ham Xudodan qaytsin. Siz hayitlaringiz bilan Rahmat bolam. charchamayapsizmi? Mehmonga keldik. Bereket olsun. Akamiz yo'q, Aziz akam. Bereket olsun. Hammalar umrlar uzoq bo'lsin. Topganingizni Allohim menga. Mana sizga hayitlik ro'mol ham berib yubordi. Bereket olsun. Rahmat olsun. O'z muhtojlik bordimi produktda? Muhtojlik bordimi produktda? Ana. Oldin yig'laysiz. Sizni xursand qilishga keldik biz. Yig'latish uchun emas. Qarang mana bir kunda dasturxonimiz to'ldi mana. Bereket olsun. O'zi hayitga nima qilamiz deb o'tirdim har qattina. Alloh yetkazdi-da. Allohim yetkazdi, rahmat bo'lam. Xolajon. Yana kelamiz biz, xo'p? Yana kelamiz. Duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana Aziz akamni, obunachilarini, musofirda duo qilib o'tiraman bo'lam. Kelishganinglar barakasini bersin. Sog' salomat bo'linglar. Mani siyladinglar, sizlarni Alloh siylasin. Voy bo'yim uncha ko'p dars olib ketdilar ya. Salom. Rosa pul ketdi debsilar. Sizni hayitga. Hayitga. Ana xolajon shuncha produktda sizga. O'tir, voy juda ko'p olib kelibsan, juda ko'p. Qanki o'tiringlar, sizlarni duo qilib bir yaxshilab. Juda ham xursand bo'ldinglar. Qana shuncha ko'p narsa qilibsizlar. Ish qilib. Xursand qilish uchun keldik biz. Hayit ziyoda bo'lsin ish qilib. Xolajon mana bu akamiz suv chiqariladi. Mana shu suvdan qoladigan foydani hammasini mana shu yaxshilikka ishlatamiz. Bu bilan birinchidan suv bilasan savob, suv. Eng kerakli narsa inson organizmi uchun umuman kerak narsa. Sani akang juda ham savobli ish qilayotgan ekan. Chunki odamlarning hojatini chiqib, mana davoli suv chiqazib, ish qilib ishiga rivoj bo'lsin. Topganiga Alloh barakasini bersin. Bolalarini baxtiga sog' salomat yursin.
Mana bola. Tamam. Allah razı olsun. Neydi bu bana? Aytganimiz kelsin. İşiyle razı olsun. Allah razı olsun.